2026-yil 16-yanvar do'stlar, 4 yil oldin berilgan shoftollar o'zimiz ko'chat berganmiz akaga. Manzil Oltiariq, qaytdingiz aka? Qapchig'ay akamizga berganmiz, o'zlari o'zimizga kestiryapti. O'zingiz olgansiz ko'chatlarni. Betlar kamsulligi uchun do'stlar, shoftoldan foydalangan, keyin asosiysi vanderkod do'stlar kesilyapti. O'zimiz ko'chatini berganmiz, o'zimiz kesib beryapmiz do'stlar. Shoftollar do'stlar orada 1 yil shakl berilmagan, hozir sizlarga xudo xolasa chiroyli qilib shakl berishdi. 4 ta lider yoki 5 ta liderda qilib boramiz do'stlar. 1 yildan mana kesishni boshladik. Bismillahirrohmanirrohim deb. Videomiz yoqayotgan bo'lsa, oldindan bitta like bosib qo'yinglar. Birinchi 4 ta yo 5 ta stol lider tanlab olamiz. Bitta, ikkita stolga qo'yib tursin. 1, 2, 3 ta, yana 2 ta lider tanlab olsaydik-da. Yo'q, endi stolga ham qo'ysa ham bo'laverar ekan. Daraxtni shoshilmasdan birinchi aylanib, ko'rlar shashilib turib, kesolib ichari ketgan shox. Hozir mana endi 1, 2, 3, 4 ta lider tanlab oldik. Stol ham bor. 1, 2 ta, 3 ta stoli bor. Bu stollar meva olish uchun vaqtincha. Nimaga? Vaziyatga kelib qarab, bularni ham o'stirsa bo'laveradi, xohlagan stilizda. Mayda qaychi. Endi bari hammasini kichkina qachida sol boramiz. Birinchi bo'lib mayda shoxlar olib tashlaymiz. Bu quriganlari ham bor. Sababi orada 1 yil kesilmagani uchun salqin bo'lib, bu yerda qurish ko'p. Hozir oralarni ochganmiz. Xudo xolasa 1 yil yaxshi meva shoxlar shakllanadi. Yaxshi meva olsa bo'ladi, xudo xolasa. Bu ichini ochib turib liderga qo'ysangiz, mana liderda do'stlar mevasi yirikroq bo'ladi, ham ertaroq ham pishadi. Quyosh nuri shuni hisobiga olganda. Qaytaramiz. Mayda shoxlar olamiz, buni qaytaramiz. Shoxlar olamiz. Tepasini stolda, liderda yakkalashimiz shart. Sababi yakkalanasiz juda g'alati bo'lib, to'g'aya o'sib ketadi. Buradan olamiz. Mayda shoxlarni olamiz. Mana bu shoxlari yaqinni ko'rsating. Mevasini sifatli beradi mana. Yirik shoxda bo'lganligi uchun bular qoladi. Bu yerda joy bo'sh bor, buni osilib turib meva qilaveradi. Endi buni so'tamiz. Bu stolda ham to'plab qo'yaylik. Endi ikkinchi liderga o'tamiz. Yaxshilab e'tibor beringlar. Videomiz yoqayotgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yinglar. Shunaqa boqqimoqchi akalarga jo'natib qo'yamiz. Yakkalab qo'yib, bularda ham bunaqa 2 ta 3 ta shox bo'lib ketgan bo'lsa, yakkalab qo'yganimiz yaxshiroq ekan. Bu Oltiariqqa, Fayzobodga juda ko'p ko'chatlar berganmiz. Xudo xolasa bir boshdan aloqaga chiqsalaring, shunaqa qilib o'zimiz kesib beramiz imkon boricha, vaqtimizga qarab. Mana bunaqa bu chiroyli shoxda, Qo'z aka, ularni bor-ku mana. Yakkalab qo'yish kerakmikin, bunday qilib. Sal yakkalab, mevasi yaxshi bor joyda. Mana shu bir qarish 30 sm da 3 ta meva bo'lsa yetadi. Aka qo'yaylik. Bet uzumzorlarga moslashgan joy, kam suv bo'lganligi uchun uzum yaxshi effekt bermasligi uchun shuning uchun ko'proq o'rikdan foydalanilgan. Shoftoli bilan. Shoftoli ham yaxshi bo'lyapti, xudo xolasa ana. Bitta shoxlar osiladi, joy bor. Bu stoli. Buni ham mayda shoxlar tozalaymiz. Liderda yakkalab chiqamiz.
Buni olib tashlaymiz. Yana maydaroqlarni ko'ramiz. Har bitta mana 30-40 sm shoxda 3 ta meva bo'lsa yetadi. O'shanda sifatli meva olishimiz mumkin. Bunda ham qurigan. Buni olib tashlaylik. Buni ham o'zi kesish kerak, lekin mevadan keyin kesib tashlaymiz. Sifatli mevasi borligi uchun qoladi. Akalar, mana shoptolimiz kesish jarayoni yoqqayotgan bo'lsa, like bosib qo'yamiz. Imkon